Kevin yana qaytdi. Xo'sh, endi qayerga boramiz? Seni hayvonot bog'iga olib boraman deb va'da berganding-ku. Salom oshna. Uyda yolg'iz filmi qahramoni 45 yoshlik Macaulay Culkin afsonaviy Kevin McAllister roliga yana qaytdi. Bu safar u bolaligida o'g'rilar bilan kurashgan yigit emas, balki onasining xavfsizligi haqida qayg'uruvchi mehribon o'g'il sifatida namoyon bo'ladi. Aslida bu qariyalarga uyda parvarishlash xizmatlarini ko'rsatuvchi kompaniya uchun suratga olingan reklama roligidir. Komediyaning 35 yiligiga bag'ishlab yaratilgan rolikda Kevin hatto onam uchun xavfsizlik rejasi degan xarita ham tuzib, unda uy ichida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan har qanday xavf-xatar haqida eslatmalar keltiradi. Rolik davomida Kevin bolaligida qo'rqqan qariya Marlining nabirasi paydo bo'ladi. U Kevinga onasi bilan ochiqchasiga gaplashish, uni tashvishga solayotgan his-tuyg'ularini baham ko'rish kerakligini maslahat beradi.